Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barliq qarindoshlar, Alloh salom va mag'firat barakat olsun. Qarindoshlar, cho'ng gunohlar darsimizni davomlashtiramiz. 44-cho'ng gunoh la'nat qilish. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday dedi: Musulmonlarni tillash fosiqlik, o'ltirish kufrlikdir. Birlikka hadis. Mo'minga la'nat qilish uni o'ltirish bilan barobardir. İmam Buxoriy va Imom Ahmad rivoyat qilgan hadis. Bu yerda qarindoshlar shartga diqqat qilaylik. Mo'minga la'nat qilish deydi. Mo'min. Musulmon mo'min. Mo'minga la'nat qilish uni o'ltirish bilan barobardir deydi. Hamisha la'nat o'qiydiganlar qiyomat kunida shafoatchi va guvohchi bo'lolmaydi. İmam Muslim, Abu Davud, Imom Ahmad rivoyat qilgan İmam Buxoriy o'zining kitobida buni rivoyat qilgan. Rostchi kishining la'nat o'qishi durust emas. Imom Muslim, Imom Ahmad rivoyat qilgan. Imom Buxoriy o'zining kitobida buni rivoyat qilgan. Mo'min boshqalarni tillamaydi, la'nat qilmaydi, qabih va sad gaplarni qilmaydi. Imom Tirmiziy va Imom Ahmad rivoyat qilgan, Albani sahih degan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana bunday dedi: agar inson biror narsaga la'nat qilsa, bu la'nat osmonga o'rlaydi. Ammo osmon darvozalari la'natni qabul qilmaydi, taqilib qoladi. Undan la'nat yerga tushadi. Yerga tushib boshlaydi. Yerning darvozalari uningga taqilib qoladi. Shuning bilan la'nat o'ng va so'l tarafga mengishga boshlaydi. Kirdigan joy topolmay, oxiri la'nat qilingan kishi la'natga loyiq bo'lsa, uningga qaytadi. Agar la'natga loyiq bo'lmasa, la'nat qiluvchining o'ziga qaytadi. Abu Davud rivoyat qilgan, Albani hasan degan hadis. Shuningga qarindoshlar, boshqalarga, ya'ni boshqalar bo'lganda mo'minga la'nat qilish cheklangan. Mo'minga la'nat qilish uning o'zi shu mo'minni o'ldirgan bilan barobar bo'lib, cho'ng gunoh hisoblanadi. Shuningga boshqalarga la'nat qilishda diqqat qilishimiz kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mingan to'gisiga la'nat qilgan bir ayolni to'gisini elib jazolagan edi. İmran ibn Husayn radhiyallohu anhu bu voqeani so'zlab bunday deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir safarda bo'lib, ansoriy bir ayol mingan to'yga so'kildab menib uni bearam qilgan edi. Ayol to'yga la'nat o'qidi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayolning la'nat qilganligini anglab qilib, to'ygining ustidagi narsalarni tushirib olib, uni qo'yib o'tinglar, chunki u la'nat uchirdi dedi. İmran ibn Husayn radhiyallohu anhu so'zini davom qilib bunday dedi: men o to'ygining insonlar orasida menib yurganligini, ammo hech kimning uning chiqilmaganligini ko'rgan edim. İmam Muslim, Abu Davud, İmam Ahmad rivoyat qilgan sahih hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: o'sim va jazoning eng yomoni birovning bir musulmon qarindoshining obro'yiga til tekkizishidir. Abu Davud, İmam Ahmad, Bazzar rivoyat qilgan. Amir ibn Qays bunday deydi: kishi ulug'ga mingan chog'da uloq, ey Rabbim, bu odamni menga rahimdil hamroh qilib bergin deb iltijo qiladi. Agar u kishi u uloqqa la'nat qilsa, uloq ustimda turib menga la'nat o'qiding, Allohning la'nati san bo'lsin deydi. Ma'lum bir va muayyan shaxsni ko'zlamasdan gunoh qiluvchilarni umuman ko'z tutib la'nat o'qish joizdir. Bu vaqtda Alloh taolo Sura Hudning 18-oyatida bunday deydi: Rasululloh Allohning la'nati zolimlarga bo'ladi. Ya'ni zolimlarni rahmatidan yiroq qiladi. Sura Al-Imronning 61-oyatida Alloh taolo bunday deydi: Allohning la'nati yolg'onchilarga bo'lsin deb Allohga yolvorib duo qilaylik degan. Mana shunday ma'lum bir muayyan shaxsni ko'zlamay turib la'nat o'qish shariatda joiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday dedi: Alloh taolo o'sim va jazoni yeguchiga
yegizgüchiga, guvohchi bo'lg'uchiga va kotiblik qilg'uchiga la'nat qiladi. İmam Müslim ve İmam Tirmizi rivayet qilgan hadis. Allah Taala halollovchi va halollanuvchiga la'nat qiladi. İbn Majah ve İmam Hakim rivayet qilgan Albani Hasan degan. Allah Taala chash ulug'uchi va ulatquchi ayolga, hol chekkuchi va chektirguchi ayolga, qishini targuchi va targuzguchi ayolga la'nat qiladi. Birlikka hadis. Shuningga ayollar bu masalada qattiq diqqat qilish kerak. Chash ulusa bo'lmaydi, ulab qo'ysin bo'lmaydi, hol chekkusi bo'lmaydi, chekib qo'ysin bo'lmaydi. Qishini ta'sa va uni terib qo'yuvchi hammasiga la'nat bo'ladi. Bu ishdan o'zini saqlash kerak qarindoshlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam musibat bo'lganda dod faryod selib yig'lag'uvchi ayolga, chechini tushirvatguchi ayolga va yoqi jirtib yig'lag'uvchi ayolga la'nat qilgan. Nisoiy va İmam Ahmad rivoyat qilgan, Buxoriymi mush mazmundagi hadislarni rivoyat qilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam rasm va surat chizuvchilarga la'nat qilgan. İmam Buxoriy, İmam Ahmad rivoyat qilgan sahih hadis. Shuningga qarindoshlar, rasm chizish va boshqa har xil suratlarni chizish islomda cheklandi. Endi ba'zi ulamolar bu narsani muzokara qilib, jonsiz narsalarniki rasmlarni chizishga bo'ladi degan. Ammo rasm chizish hadisda, sahih hadisda rasm chizish, suratlarni chizish cheklandi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buni la'nat qilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana yo'lning belgisini o'zgartirayotgan odamga la'nat qilgan. Ya'ni yo'lning belgisi, ma yo'l palaniyaga mangdi deb ismini yozib qo'ygan narsani boshqa yoqqa qartib qo'ysa, shunga Payg'ambar alayhisalom la'nat qilgan. İmam Müslim ve İmam Nesai rivayet qilgan sahih hadis. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday dedi. Allah Taala ota-onasiga la'nat qilgan va onasini tildigan odamga la'nat qiladi. İmam Ahmad rivayet qilgan, Albani sahih degan. Allah Taala qarg'u kishini yo'ldan ozdirib o'tgan odamga la'nat qiladi. İmam Ahmad rivayet qilgan, Albani sahih degan sahih hadis. Allah Taala hayvon bilan jima qilgan odamga la'nat qiladi. İmam Ahmad rivayet qilgan, Albani sahih degan. Bu narsaga diqqat qilish kerak qarindoshlar. Allah Taala Lut alayhisalomning qavmining ishini, ya'ni livona qilgan kishiga, ya'ni bachvozlikqa la'nat qiladi. İmam Ahmad rivayet qilgan, Albani sahih degan. Allah Taala palchining qishig'i borgan kishiga, ayolning orqa yo'liga jima qilgan kishiga la'nat qiladi. Qarindoshlar, bu masalalar yomon ig'ir masalalar. Hozirgi jamiyatda intan ko'p ko'rilayotgan masalalar. Chunki bu kofirlarningki, mushriklarningki qiladigan qilmishlari hozir Uyg'ur jamiyatida intan ko'payib ketganligi, ko'p yerlarda so'zlanyotdi. Shuningga bu masalalarga diqqat qilish kerak. Hatto ba'zi ulamolarmi bu masalani jamoatning ishidami deb o'tdi. Shuningga bunda Allah la'nat qilgan ishlardan neri turishimiz kerak. Bo'lmasa qiyomat hisob belgilanmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday dedi. Ayolni erdan, qulni xo'jayindan sovutgan kishiga, hayzdor ayol bilan jima qilgan yoki ayolining orqa yo'liga jima qilgan kishiga, musulmon qerilishiga tig' ko'targan kishiga, zakot bermagan kishiga, o'zini otasidan boshqa odamga nisbat bergan, ya'ni boshqalarni mening dadam degan yoki xo'jayinidan boshqa odamni xo'jayin qilib olgan kishiga, o'zining xo'jayini boshlig'i botirib, mening boshlig'imda boshqalarni boshliq qilib olgan kishiga, hayvonning yuzini dog'lagan kishiga, ya'ni hayvonniki yamshini dog'lab, uningga en qo'ydi yoki quloqlar qo'ydi, yuzini dog'lagan kishiga dedi. Allohning
belgilemesi bo'yicha jazo kelgan odam sotchining oldiga borganda uning kechirishlarini so'rab shafoat tilguchi va shafoat qilguvchi kishiga, erining ruxsatsiz uydan sirtqa chiqqan ayolga, erining to'shkiga kelmay yetib qolgan ayolga, toki u erining yeniga qaytib kelganga qadar imkon topilganda kishilarni yaxshilikqa buyurmagan va yomonlikdan to'smagan kishiga, Lut alayhissalomning qavmining ishiga, ya'ni livana qilgan yoki qildirgan kishiga, ya'ni bechvozlik qilgan yoki qildirgan kishiga deydi. Aroq ishkuchiga, aroq quyg'uchiga, quydirg'uchiga, sotqichiga, setib olg'uchiga, aroq ishlab chiqarg'uchiga, aroq ishlatkizguchiga, aroq opirib berguchiga, akeldirguchiga, aroqning pulini xashliguchiga va aroqni ko'rsatib qo'yg'uchiga la'nat qiladi. Oysha radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: 6 turli kishi bo'lib, men ularga la'nat qildim. Allohmi ularga la'nat qildi. Duosi qabul bo'ladigan barliq payg'ambarlarni ularga la'nat qildi. Birinchisi Allohning taqdirini yolg'onga chiqarguvchi. Biz buni o'rganib o'tdik. Ikkinchisi Allohning kitobiga bir narsa qo'shquchi. O'zgartiraman deb Qur'on yoki asli nusxadagi Tavrat, Injillarga bir narsa qo'shquchi. Uchinchisi Alloh xor qilgan kishilarni aziz. Allah aziz qilgan kishilarni xor qilish uchun kuch ishlatgan kishi. Bu narsa qattiq diqqat qilgan narsa. Bani Isroil qavmini Allah xor qilgan, uni hozir aziz ko'rgan odamlar intayin ko'p. Musulmonlarni Allah aziz deb, mo'min musulmonlarni Allah aziz deb biladi. Uni ko'z yilmaydigan o'zim men musulmon deb turib, musulmondan kofirni a'lo biladigan, uningki kafirning ish izlarini so'zlab ko'tarib musulmonlarni tuvan tushirgan odamlar intayin ko'p. Bu masalaga diqqat qilmasa bu yerda so'zlanyotdi mana. To'rtinchisi Allohning haramining, ya'ni Makkaning hurmatini saqlamagan, ya'ni haramga cheklangan ishlarni, haramda cheklangan ishlarni qilgan kishi. Beshinchisi mening urug' tuqqanlarimdan Alloh qinini haram qilgan kishilarning qinini halol sanag'uchi. Oltinchisi mening sunnatimni tark etguchi. İmam Tirmizi, İmam Malik, İmam Hakim, İbn Hibban ve Tabarani rivayet kılan sahih hadis. Mana bu hadiste kardeşler ahirki 5. 6. de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim tutkanlarımdan Allah kendini haram kılan, öltesen bulmaydı diyen kişilerini öltegeldi. Bununla memnu Allah Teala'mı, barlık peygamberlerimi la'nat qildi deydi. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki nevrlerini öldürürken olar. Ondan başka altıncısı mening sünnetimni terk etguchi. Hazır sünnetni inkar qilib, hadislarni inkar qilib, shu orqali payg'ambarni inkar qilib, u orqali Allohni inkar qilayotgan bir ozg'in qavm ko'payib ketibdi. Mana buningga bu yerda dalil mana bu. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki hadisi, bunu rivayet qilgan ravi Ayşe radhiyallohu anhu müminlerning onasi bo'lgan, Peygamber aleyhisselamning ayoli bo'lgan, sahabelerning siddiqi, sodiq bo'lgan Abu Bakrning qizi Ayşe radhiyallohu anha onamiz rivayet qilgan bütün hadisleri sahih bo'lgan İmam Tirmizi, Malik, Hakim, İbn Hibban, Tabaranilar rivayet qilgan hadis. Şunaqa qardaşlar, yuqoridagi 6 turli kishi bu yo'lda bo'lib qolsa o'zini tatish kerak, Allohga tövbe qilib, Allohdan mag'firat tilash kerak. Bo'lmasa, buning hisobini qiyomatda berib bo'g'ilib bo'lmaydi. Intayin ig'ir. Men bu
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir davet edip ben mi lanet kıldım, Allah mı lanet kıldı? Duası icabet bulduğun barlık peygamberler mi lanet kıldı dedi. Qo'shnisinin ayoli bilan zina qilgan kishiga onanizm qilgan, ya'ni qo'li bilan zakirini o'ynab ko'ngil ochadigan, qo'li bilan jinsiy a'zosini o'ynab ko'ngil ochadigan kishiga ona va qizni ham bir ayolni ham uning qizini nikohiga olgan kishiga, ya'ni onasi bilan qizini nikohiga olgan kishiga para olg'uchi, para bergüchi ve ularning o'rtasida vositachi bo'lg'uchiga, ya'ni ma'lum bir ishni hal qilish, bitirish uchun yoki buningga hozir qilmasdan Turkiyadagi iqomat uzundan iqomat olib berish yoki bo'lmasa vatandoshlik olib berish deganga o'xshash boshqa yerlardagi mashinaga o'xshash ishlar yoki boshqa bir ishlarni hal qilib berish yoki bir yo'llarning yo'lini ko'rsatish uchun undan para olgan, para bergan, shu para olg'uchi berguvchini ko'rsatib qo'ygan, uning vosita bo'lgan odamga deydi. Bilimini yoshirgan kishiga, besimdorlik qilg'uchiga, musulmonni xo'rlagan, uningga yordam bermagan kishiga, rahimsiz valiga, uylanmay bo'ytaq yashashni tanlagan erga, bu hozirgi jamiyatda bor, ko'ryapmiz, anglayapmiz, hem ko'zimiz bilan, quloqimiz bilan hammamiz shohid. Yotliq bo'lmaslikni tanlagan ayolga, bu bo'lgandimi intayin ko'payib ketdi hozir. Bu mesele ig'ir mesele, bu mesele depni baktık. Hatta haqlar küşkürtüp biz sözlesek, to'y qilsin bu ayollar desek, onu adamlar küşkürtüp bizga qarshimda gap qilg'iz de, she'rlarni yozgan odamlar bor. O she'rlarni deklamatsiya qilib zodi jarshib ketgan mal'ullarni bor. Cho'l bayavonga yolg'iz safarga chiqqan kishiga va hayvon bilan jima qilgan kishiga la'nat qilingan. Allohga sig'inib, uning va uning payg'ambarining la'natidan panoh tilaymiz. Allohdan mana shu turga kirib qolgan barliq qarindoshlarga haq yo'lni ko'rsatishini, hidoyat qilishini, ularning gunohlarini mag'firat qilishini tilaymiz. Har vaqt qarindoshlar Allohga yig'lab, Allohdan mag'firat tilayli, Allohga har vaqt tövbe qilayli, Allohning oldida iymonimizni har vaqt yangilab turayli. Alloh taolo barliq qarindoshlarimizga hidoyat qilishini Allohdan tilayli. Bilginki barliq musulmonlarning birda qarashiga ko'ra gunohsiz bir musulmonni la'nat qilish haromdir. Ammo yomon sifatlarga ega kishilarni ommabop qilib la'nat qilish yuqori dedik, joiz, ommabop qildik. Masalan, Alloh zolimlarga la'nat qilsin, Alloh kofirlarga la'nat qilsin, Alloh fosiqlarga la'nat qilsin, Alloh deganga o'xshash mana shunday la'nat qilishlar islomda joiz. Shuningdek, bir gunohni sodir qilgan muayyan bir shaxs kelsak, hadislarning zohiri va ma'nosiga asosan unga la'nat qilish harom emas. Masalan, Yahudi, Hristiyan, zolim, zinaxo'r, o'g'ri, jazonxo'r deganga o'xshash. Ammo Imom G'azzali buning harom ekanligi haqida to'xtalib bunday deydi. Abu Lahab, Abu Jahil, Fir'avn ve Haman'a o'xshash kafir holatda o'lganligini aniq biladigan kishilarga la'nat qilsak bo'ladi. Chunki la'nat Allohning rahmatidan yiroqlashtirish demakdir. Demakchi bu yerda uning butun gunohlarini aniq bo'lsa, bilsak, uning la'nat qilsak bo'ladi. Gumon qilib la'nat qilsak bo'lmaydi deydi. Chunki la'nat Allohning rahmatidan yiroqlashtirish uchun qiladigan amal. Ammo biz biror fosiq yoki kofirning oxirgi nafasda nim bo'lganligini bilmaymiz. Yuqorqi deyilgan gap o'lgan odam bo'lsa, shu kofir fosiq holatda o'lib bo'lgan bo'lsa, uningga la'nat qilsak bo'ladi. Agar hayot bo'lsa, balki u tavba qilishi, Alloh taolo uni kechirib o'tishi mumkin. Bu ishni biz bilmaymiz deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ismlarini tilga ilib, ey Rabbim, Allohga va uning payg'ambariga qarshi chiqqan Ra'la, Zakvan va
Asiya qabilalariga la'nat qilgan degan so'zi kelsak, Muslim rivoyat qilgan hadis. Bunun kelsak, bu ish Arab qabilasiga la'nat qilish joizdir. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularning kofir holatda o'ladiganligini aniq biladi. İmam G'azali so'zini davom qilib bunday deydi: bir insonga yomonlik tilash uni la'natlagan bilan yaqin bo'lib qoladi. Bir insonga yomonlik tilash la'natlagan bilan yaqin bo'lib qoldi deydi. Hatto zolimg'imi Allah ona salomatlik bermasin, balolardan saqlasin deganga o'xshash badduolarni qilishmi la'natga yiqilishib qoldi. Shu sababdan bular ayblanadigan ishlardir. Hayvonlarga va jonsiz mahluqotlarga la'nat o'qishmi yomon ko'riladigan ish. Shuning uchun olimlarning biri bunday deydi: la'natga loyiq bo'lmagan odamga la'nat o'qigan kishi darhol la'natga loyiq bo'lmasa so'zimni qaytarib olaman desin. Yuqorida biz la'nat o'qiydiganning shartini deb qo'ygan, mo'min musulmonga la'nat o'qish harom deb. Shuningga bu yerdagi la'nat o'qish agar mo'min musulmon bo'lib u zolim bo'lsa-mu, unga la'nat o'qishga bo'lmaydi deydi. Onunga Allah'tan mağfiret tilab, onun haq yo'liga menishiga Allah onu hidayet qilishga tilash kerak. Derslerimizin barliq qarindoshlarga Allah Taala manfaatli qilib bersin. Barliq qarindoshlardan Allah razı olsun.